Bugun men barcha pensionerlarga, shuningdek ota-onasi, bobosi yoki buvisi pensiya oladigan har bir oilaga juda muhim ma'lumotni tushuntirib bermoqchiman. Bu mavzu bevosita pulingizga, pensiya miqdoriga, imtiyozlaringizga va eng muhimi aldovga tushib qolmasligingizga taalluqli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta kichik xato pensiya to'lovining kechikishiga, ortiqcha pul qaytarish talabiga yoki sizga tegishli imtiyozdan mahrum bo'lishga olib kelishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men oddiy odamlar tushunadigan tilda pensiya, nafaqa, hujjat va davlat to'lovlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni berib boraman. Men ko'p yillik tajribamda shuni ko'ryapman. Pensionerlar ko'pincha o'z pensiyasi qanday hisoblanganini, qaysi holatda qayta hisoblash mumkinligini, qaysi hujjatni vaqtida topshirish kerakligini va qaysi qo'ng'iroqlarga ishonmaslik kerakligini bilmaydi. Ilgari ko'pchilik pensiyani faqat bank kartasi yoki pochta orqali olishni bilardi. Hujjat masalasi bo'lsa, bir marta pensiyaga chiqdim, endi hammasi o'z-o'zidan davom etadi deb o'ylardi. Ammo hozir vaziyat boshqacha. Ma'lumotlar elektron bazalarda tekshiriladi. Ish staji, daromad, yashash joyi, bank rekvizitlari, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik, qo'shimcha ustamalar va boshqa ma'lumotlar turli idoralar orqali solishtiriladi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, agar sizning hujjatingizda xatolik bo'lsa, eski familiya, pasport ma'lumoti, yashash manzili yoki bank kartasi bilan bog'liq nomuvofiqlik bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Agar ilgari ish stajingizning bir qismi hisobga olinmagan bo'lsa, siz pensiyani kam olayotgan bo'lishingiz mumkin. Aksincha, agar noto'g'ri ma'lumot asosida ortiqcha to'lov qilingan bo'lsa, keyinroq bu pulni qaytarish masalasi chiqishi ham mumkin. Shuning uchun bugungi ma'lumot faqat yangilik eshitish uchun emas, amalda o'z pulingizni himoya qilish uchun kerak. Avvallari pensiya masalasida odamlar ko'proq qog'oz hujjatlarga tayanardi. Mehnat daftarchasi bor, unda muhrlar bor, ish joylari yozilgan, shu asosda staj hisoblangan. Kimdir arxivdan ma'lumotnoma olib kelardi. Kimdir sobiq korxonasidan ish haqi haqida hujjat topardi. Jarayon sekinroq edi, lekin ko'p narsa odamning o'zi olib kelgan qog'ozga bog'liq bo'lardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron tekshiruvdan o'tadi. Bu yaxshi tomoni bilan ham muhim. Ayrim hujjatlarni idoralar o'zaro ko'rishi ortiqcha yugur-yugurni kamaytirishi mumkin. Lekin salbiy tomoni ham bor. Ba'zida xato bo'lsa, odam men hammasini to'g'ri topshirganman deb o'ylaydi. Lekin tizimda boshqa ma'lumot chiqadi. Masalan, pasport yangilangan, lekin bank kartasi eski hujjatga bog'langan. Yoki pensioner boshqa tumanga ko'chgan. Ammo pensiya ishida eski manzil turibdi. Yoki ish stajining bir qismi arxivda boshqa nom bilan qayd etilgan. Bunday holatlarda to'lovlar vaqtincha to'xtab qolishi yoki aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Men eng ko'p uchratadigan holatlardan biri shuki, pensioner o'z pensiyasini yillar davomida oladi, lekin biror ustama yoki qayta hisoblash huquqi borligini bilmaydi. Masalan, ish staji to'liq hisoblanmagan bo'lishi mumkin. Ayol kishi bola parvarishi davrini stajga kiritish masalasini aniqlashtirmagan bo'lishi mumkin. Erkak kishi harbiy xizmat davri yoki zararli sharoitdagi ish yillari bo'yicha hujjat topshirmagan bo'lishi mumkin. Natijada odam har oy ozroq pul oladi. Lekin bu farq bir oyda kichik ko'rinsa ham bir yilda sezilarli bo'ladi. Birinchi navbatda pensiya miqdori kutilgandan kam deb hisoblayotganlar e'tibor berishi kerak. Agar siz ko'p yil ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiyangiz juda past bo'lsa, demak shunaqa ekan deb qo'l siltamang. Men bunday vaziyatda har doim pensiya ishini tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki ba'zan bir nechta ish yili hisobga olinmagan bo'ladi. Masalan, odam 32 yil ishlagan, lekin ba'zida 27 yil aks etgan bo'lishi mumkin. 5 yil farq pensiya hisobiga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Ikkinchi guruh, mehnat daftarchasida noaniqlik bo'lganlar. Masalan, ism familiya bir joyda boshqacha yozilgan, korxona nomi o'zgargan, muhr tushunarsiz, ishga kirgan yoki ishdan chiqqan sana noto'g'ri yozilgan. Bunday holatlarda pensiya tayinlashda yoki qayta hisoblashda muammo chiqadi. Men ko'rgan oddiy misol, ayol kishi turmushga chiqqach familiyasini o'zgartirgan, lekin eski ish joylaridagi hujjatlar qizlik familiyasida qolgan. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgargani tasdiqlovchi hujjat taqdim qilinmasa, ayrim davrlarni bog'lash qiyinlashadi. Uchinchi guruh, nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oladiganlar. Bu yerda tibbiy xulosa, nogironlik guruhi, qayta ko'rik muddati,
reabilitatsiya hujjatlari va boshqa ma'lumotlar muhim. Agar qayta ko'rikdan o'tish muddati kelgan bo'lsa va odam vaqtida bormasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar mening ahvolim o'zgarmagan, demak bo'lish shart emas deb o'ylaydi. Lekin hujjat muddati tugagan bo'lsa, tizim buni boshqacha ko'radi. Shuning uchun muddatlarni oldindan tekshirish kerak. 4-guruh. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bunda farzandning yoshi, o'qishi, kunduzgi ta'limda ekanligi, oilaviy holat va boshqa omillar ta'sir qilishi mumkin. Masalan, farzand 15 yoshga to'ldi. Lekin kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnomani vaqtida topshirish kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma kechiksa, to'lov ham kechikishi ehtimoli bor. Odamlar ko'pincha buni bilmaydi va faqat pul tushmay qolgandan keyin sababini izlaydi. Agar sizning hujjatlaringiz to'liq, bank kartangiz faol, yashash manzilingiz to'g'ri, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan, pensiya muntazam tushib turibdi va pensiya miqdori bo'yicha shubhangiz yo'q bo'lsa, vahimaga tushish kerak emas. Lekin bu umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Men har bir pensionerga kamida yiliga bir marta o'z ma'lumotlarini ko'zdan kechirishni maslahat beraman. Bu xuddi sog'liqni tekshirtirishga o'xshaydi. Muammo chiqqandan keyin yugurgandan ko'ra oldindan bilgan yaxshi. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va barcha hujjatlarni to'liq topshirgan bo'lsangiz, baribir pensiya qanday hisoblanganini tushunib oling. Qaysi ish yillari kiritilgan, qaysi daromad davri olingan, qo'shimcha ustama bormi, imtiyozli staj hisoblanganmi yoki yo'qmi? Buni bilish kelajakda kerak bo'ladi. Chunki odam ko'pincha pensiyaga chiqqan paytda hayajonda bo'ladi. Qaysi hujjat topshirildi, qaysi biri qolib ketdi. Hammasini eslab qolmaydi. Birinchi misol. Tasavvur qiling, 67 yoshli otaxon necha yilga yaqin turli korxonalarda ishlagan. Pensiyaga chiqqanda mehnat daftarchasidagi hamma yozuvlar qabul qilingan deb o'ylagan. Lekin keyin ma'lum bo'ladiki, 1993 yildan 1997 yilgacha ishlagan korxona nomi o'zgargan, arxiv hujjati esa boshqa nom bilan turibdi. Shu davr to'liq tasdiqlanmagani uchun pensiya hisobida farq paydo bo'lgan. Agar otaxon arxivdan qo'shimcha ma'lumotnoma olsa, pensiyani qayta ko'rib chiqish imkoniyati tug'ilishi mumkin. Bu yerda gap bir oyda 30 ming yoki 30 ming so'm bo'lishi mumkin. Ba'zan undan ham ko'proq. Bir garajda katta pul emasdek, lekin 12 oyda bu 306 mingdan 906 ming so'mgacha bo'ladi. Bir necha yil davom etsa, farq yanada seziladi. Ikkinchi misol. 62 yoshli ayol pensiya oladi. Lekin u 3 farzandni tarbiyalagan davrlari stajga qanday ta'sir qilganini bilmaydi. Hujjatlarni topshirgan paytda faqat mehnat daftarchasini bergan, tug'ilganlik guvohnomalari nusxalarini esa olib bormagan. Keyinroq unga ayrim davrlarni aniqlashtirish kerakligi aytiladi. Agar bu hujjatlar kerak bo'lsa va ular vaqtida topshirilsa, pensiya hisobida o'zgarish bo'lishi mumkin. Men bu misolni aytishdan maqsadim, har bir ayol albatta qo'shimcha pul oladi demoqchi emasman. Men aytmoqchimanki, har bir holat alohida tekshiriladi, lekin tekshirilmagan odam o'z huquqini bilmay qoladi. 3-misol, pensioner bank kartasini almashtiradi. Lekin pensiya to'loviga bog'langan rekvizitlar yangilanganmi yoki yo'qmi tekshirmaydi. Keyingi oy pul tushmaydi. Odam darhol pensiyani to'xtatishdi deb xavotirga tushadi. Aslida esa bank rekviziti yoki karta holati bo'yicha texnik muammo bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda birinchi qadam bankdan kartaning faol ekanini aniqlash. Keyin pensiya bo'limi yoki tegishli xizmat orqali to'lov ma'lumotini tekshirishdir. Uyda o'tirib taxmin qilish muammoni hal qilmaydi. 4-misol. Pensionerga noma'lum raqamdan qo'ng'iroq qilishadi va pensiyangiz oshiriladi. Kartangiz raqamini va SMS kodini ayting deyishadi. Bu juda xavfli. Hech bir haqiqiy davlat xodimi sizdan SMS kod, karta paroli, ilova paroli yoki bankdagi maxfiy ma'lumotni so'ramasligi kerak. SMS kodni aytganingiz zahoti kartadagi pul yechib olinishi mumkin. Men pensionerlarga ham, ularning farzandlariga ham qat'iy aytaman. Telefon orqali kelgan har qanday tezkor yordam, kompensatsiya, qo'shimcha pensiya, bir martalik to'lov haqidagi gapni rasmiy manbadan tekshirmasdan ishonmang. Pensiya masalasida eng katta xatolardan biri hamma uchun bitta qoida bor deb o'ylashdir. Aslida pensiya turi, ish staji, yosh, sog'liq holati, oilaviy vaziyat, ish joyining xususiyati, hujjatlarning to'liqligi va boshqa omillar natijaga ta'sir qiladi. Bir qo'shningizning pensiyasi oshgan bo'lsa, bu sizniki ham xuddi shunday oshadi degani emas.
Aksincha, sizda boshqa asos bo'lishi mumkin, lekin qo'shningizda bo'lmasligi mumkin. Masalan, bir odam oddiy yoshga doir pensiya oladi. Ikkinchisi nogironlik bo'yicha pensiya oladi. Uchinchisi boquvchisini yo'qotganlik asosida to'lov oladi. To'rtinchisi ishlashda davom etadi. Har birida tekshiriladigan hujjatlar va shartlar farq qiladi. Shuning uchun men hech qachon hamma pensionerga bir xil qo'shimcha to'lov bor degan gaplarga ishonmaslikni maslahat beraman. Bunday umumiy va balandparvoz gaplar ko'pincha odamlarni chalg'itadi. Yana bir nozik jihat, pensioner ishlayotgan bo'lsa, uning ayrim to'lovlari yoki qayta hisoblash masalalari alohida tartibda ko'rib chiqilishi mumkin. Ishlayotgan pensioner daromad oladi. Soliq va ijtimoiy to'lovlar bilan bog'liq ma'lumotlar tizimlarda aks etadi. Bunday odamlar o'z ish joyidagi rasmiylikka e'tibor berish kerak. Agar ish norasmiy bo'lsa, kelajakdagi hisob-kitoblarda bu davr ko'rinmasligi mumkin. Agar rasmiy bo'lsa, hujjatlar tartibli yuritilishi kerak. Yashash joyi o'zgarganda ham ehtiyot bo'lish kerak. Boshqa tuman yoki viloyatga ko'chgan pensioner pensiya ishining qayerda yuritilishini, to'lov manzili va bank ma'lumotlari o'zgarmaganini aniqlab olishi zarur. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, farzandlari boshqa shaharda bo'lgan pensionerlar bu masalada qiynaladi. Shuning uchun oila a'zolari kamida bir marta hujjatlarni birga tekshirsa, ko'p muammolarning oldi olinadi. Yana bir ko'p uchraydigan masala ishonchnoma orqali pensiya olishdir. Agar pensioner sog'lig'i sababli o'zi bora olmasa, yaqin qarindoshi yordam berishi mumkin, lekin bu rasmiy tartibda bo'lishi kerak. Oddiygina mening o'g'lim olib keladi degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Ishonchnoma muddati, shaxsli kimga berilgani, qaysi amal uchun berilgani aniq bo'lishi kerak. Muddati tugagan ishonchnoma bilan to'lov olishda muammo chiqadi. Yana bir xavfli nuqta ortiqcha to'lov. Ba'zi odamlar kartasiga ko'proq pul tushsa, xursand bo'lib ishlatib yuboradi. Lekin agar bu texnik xato, noto'g'ri ma'lumot yoki hujjatdagi nomuvofiqlik sababli tushgan bo'lsa, keyinchalik qaytarish talabi bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya odatdagidan keskin ko'p tushsa, avval sababini aniqlang. Bu haqiqiy oshirilgan to'lovmi? Qayta hisoblash natijasimi yoki xatolikmi? Bilib oling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingizdagi asosiy hujjatlarni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, harbiy xizmat hujjatlari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, bank kartasi ma'lumotlari, yashash manzili bilan bog'liq hujjatlar alohida papkada tursin. Hujjat yo'qolsa, uni tiklash ancha vaqt oladi. Ikkinchi qadam, pensiya miqdorini va tushum sanalarini yozib boring. Oddiy daftar tuting. Har oy qaysi sanada qancha pul tushganini yozing. Agar miqdor o'zgarsa, yoniga sababini yozing. Indeksat, qayta hisoblash. Qo'shimcha to'lov yoki boshqa holat. Bu keyin tekshirishda juda yordam beradi. Ko'pchilik odam taxminan shuncha olaman deydi, lekin aniq raqamni bilmaydi. Aniq raqam bo'lmasa, adolatli talab qo'yish ham qiyin bo'ladi. Uchinchi qadam, shubha bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Tegishli pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Holatingiz bo'yicha rasmiy tushuntirish so'rang. Agar ariza yozish kerak bo'lsa, arizada kimligingizni, pasport ma'lumotingizni, pensiya turini, murojaat sababini aniq yozing. Masalan, mening ish stajim to'liq hisobga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman yoki pensiya miqdorimni qayta hisoblash imkoniyatini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 4-qadam. Arxiv hujjatlarini izlashdan qo'rqmang. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, bu ish yillari yo'q bo'lib ketdi degani emas. Ko'p hollarda hujjatlar arxivga topshirilgan bo'ladi. Siz korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, taxminiy manzil va boshqa ma'lumotlarni yozib, arxivdan ma'lumot so'rashingiz mumkin. Agar korxona bir necha marta nom o'zgartirgan bo'lsa, bu jarayon murakkabroq bo'ladi, lekin imkonsiz emas. 5-qadam. Telefon firibgarligidan himoyalaning. Men buni alohida ta'kidlayman. SMS kodini hech kimga aytmang. Karta raqamining o'zi ham ehtiyotkorlik bilan berilishi kerak, lekin SMS kod, PIN kod, mobil ilova paroli. Pasport rasmini noma'lum odamga yuborish mutlaqo mumkin emas. Agar sizga pensiyangiz oshishi uchun hozir kod ayting deyishsa, darhol qo'ng'iroqni uzing, keyin farzandingizga. Bankka yoki rasmiy tashkilotga qo'ng'iroq qilib tekshiring.
Pulni yo'qotgandan keyin uni qaytarish juda qiyin bo'lishi mumkin. 6-qadam. Farzandlar va yaqinlar pensioner qarindoshlariga yordam berish kerak. Men buni faqat maslahat sifatida emas, zarurat sifatida aytyapman. Hozir ko'p xizmatlar elektronlashgan. Katta yoshdagi odamlar esa telefon ilovalari, SMS, onlayn ariza, elektron navbat kabi narsalarda qiynalish tabiiy. Farzandlar oyda bir marta ota-onasining kartasiga pul tushganini, karta ishlayotganini, shubhali SMS kelmaganini, hujjat muddati tugamaganini tekshirsa, bu katta yordam bo'ladi. 7-qadam. Agar pensiya to'xtab qolsa yoki kamayib qolsa, darhol sababini aniqlang. Bir oy kutib yurish kerak emas. Avval bankdan karta va hisob holatini so'rang. Keyin pensiya bo'yicha mas'ul idoraga murojaat qiling. Agar sizga hujjat yetishmayapti deyishsa, aynan qaysi hujjat, qaysi muddat uchun qayerdan olinishi kerakligini yozib oling. Biror ma'lumotnoma olib keling degan umumiy gap yetarli emas. Hujjat nomi aniq bo'lishi kerak. 8-qadam. Yozma javob talab qilishdan tortinmang. Agar siz murojaat qildingiz, lekin masala hal bo'lmayapti, og'zaki ravishda turli gaplar aytilyapti, unda yozma ariza topshiring va javobni yozma shaklida so'rang. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda nima qilish kerakligini tushunish osonroq bo'ladi. Og'zaki gap esa keyin isbotlanmaydi. 9-qadam. Pensiya bilan bog'liq har qanday yangilikni rasmiy manbadan tekshiring. Ijtimoiy tarmoqlarda barcha pensionerlarga falon pul beriladi. Bugun ro'yxatdan o'tmaganlar pul olmaydi. Kartangizni tasdiqlang degan xabarlar ko'p tarqaladi. Ularning hammasi ham to'g'ri emas. Men har doim shunday deyman. Xabar qanchalik shov-shuvli bo'lsa, uni shunchalik ehtiyotkorlik bilan tekshirish kerak. Agar siz pensiyangizni tekshirtirmoqchi bo'lsangiz, arizada fikringiz aniq bo'lsin. Masalan, men yoshga doir pensiya olaman. Pensiya tayinlangan vaqtda 1995 yildan 1930 yilgacha bo'lgan ish davrim hisobga olingan, olinmaganini bilmayman. Shu davrni tekshirib berishingizni so'rayman deb yozing. Agar arx hujjatingiz bo'lsa, nusxasini ilova qiling. Asl hujjatni topshirishdan oldin nusxa olib qo'ying. Agar familiya o'zgarishi bo'yicha muammo bo'lsa, mehnat daftarchamdagi ayrim yozuvlar avvalgi familiyamda, hozirgi hujjatimdagi familiya boshqacha. Ushbu davrlarni tasdiqlash tartibini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Bunda nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Agar pensiya kechikayotgan bo'lsa, falon oy uchun pensiya to'lov kartamga kelib tushmadi. To'lov holatini va kechikish sababini aniqlab berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Bu oddiy lekin aniq ariza. Muhimi hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Sana. Summa, pensiya turi, bank kartasi, oxirgi raqamlari murojaat sababi. Birinchi xato hujjatlarni birovga berib yuborish. Ba'zan odamlar men hammasini hal qilib beraman degan vositachilarga ishonib, pasport nusxasi, karta ma'lumotlari, hatto asl hujjatlarni berib yuboradi. Rasmiy vakolatga ega bo'lmagan odamga bunday ishonish xavfli. Agar yordam kerak bo'lsa, ishonchli farzand, yaqin qarindosh yoki rasmiy tartibda vakil qilingan shaxs orqali ish qiling. Ikkinchi xato menga baribir. O'zgina farq uchun yugurmayman deyish. Men tushunaman, katta yoshdagi odam uchun idora yurish oson emas. Lekin ba'zan ozgina farq uzoq muddatda katta summaga aylanadi. Bundan tashqari gap faqat pulda emas, hujjatdagi xatoni tuzatib qo'yish kelajakdagi boshqa masalalarda ham foydali bo'ladi. 3-xato. Qo'shnining gapiga qarab xulosa qilish. Qo'shningiz aytgan narsa uning holatida to'g'ri bo'lishi mumkin. Sizning holatingizda esa boshqa natija beradi. Pensiya shaxsiy hisob-kitob. Har bir odamning staji, daromadi, hujjati va huquqiy asosi boshqacha. 4-xato, internetdagi har qanday xabarga ishonish. Ayniqsa zudlik bilan, faqat bugun hamma pensionerlar ro'yxatdan o'tsin, kartangiz blok bo'ladi kabi so'zlar ishlatilsa, ehtiyot bo'ling. Firibgarlar aynan shoshiltirish orqali odamni o'ylamasdan harakat qilishga majbur qiladi. Bugungi gaplarimning asosiy mazmuni shuki, pensioner o'z pensiyasini shunchaki kutib o'tirmasligi kerak. Har bir pensioner yoki uning yaqinlari pensiya miqdori, hujjatlar, bank kartasi, yashash manzili, ish staji va imtiyozlar bo'yicha ma'lumotlarni vaqti bilan tekshirish kerak. Agar hammasi joyida bo'lsa, xotirjam bo'lasiz. Agar xato chiqsa, uni erta aniqlaganingiz uchun muammoni tezroq hal qilasiz. Men ekspert sifatida sizga eng muhim 3 ta maslahatni qoldiraman. Hujjatlaringizni tartibga soling, pensiya hisobini tekshirtirishdan qo'rqmang.
telefon va internet firibgarlariga ishonmang. Aynan shu 3 ta oddiy qadam ko'p pensionerlarning pulini, asabini va vaqtini saqlab qoladi. Sizda pensiya miqdori kechikkan to'lov, qayta hisoblash yoki hujjat bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.